Bu darsimizda esa qurilmalar, ya'ni ustroyство sozlamasini ko'rib chiqamiz. Yana boyagidek parametrga kiramiz. Ustroysvoga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana yerda qaranglar. O'zimiz qo'shimcha ustroyство добавить qilsak bo'ladi. Qoldirganimizni yoki bo'lmasa mana yerda o'zi qo'shilgan ustroysvolar bor. Bularni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Mana yerda qo'shilgan kilituramishlarimiz bor, yoki zvukimizniki bor, yoki boshqa qo'shimcha qurilmalar bor. Shularni ko'rsak bo'ladi. Printerimizga o'tamiz. Bu tomondan biz printer qo'shsak bo'ladi. Mana давай printer qilib yoki skaner qilib qo'shimcha qo'shsak bo'ladi. Mishkamizni sozlamasi. Bu narsani oldin ko'rganmiz. Sensorli panel. Bu panel asosan sensori bor kompyuterda ishlaydi.